O'g'li javob qaytaramiz. Qarasang, sen uni oilam demasang ham bo'ladi. Sen oilam deb o'tirma. Bularga shu seni fanating bilan oilang emas bu. O'ylam. Qarama. Prosta aytmoqchi, sen gapirib turgan gaping yolg'on. U oilam deganing u menga gaplar, ular mif ular. Afsona u gaplar. Ertakdek narsa u, сказка, Quddus bobo. Shu fanating bor, qo'lingdagi nimadan foydalanmay yursan-da sen. Hozir yutsam agar sochingni kal qilaman. Diski mazgisanda chingiz baribir miyang bilan yo'qda bilan. Men hozir senga nima ma'noda gapiryapman? Ha, nima qilay? Borishda nima qilay? Ye ishasiz demayapman senga. Men senga prosta aytyapman. Hozir qarab. Menga panatga bermang aka. Men siz yo'lga o'tirib. Panatga bermayapman senga. Opangdan bilan kirib ketdim. Qanadi. O'tirgan joyingda uying yiqilib ustingga tushsa, tegida qolib o'lsang, men bir joyim jiz etmaydi. Menga po'xuy sen hayoting. Prosta bexonni qarab o'tirdim. Unisini bo'lsin. Omadini bilsin aka. Omadini bilsin. Da. Shular ko'paysin, boylar qatorda bizga ham bersin. Xudoga shukr. Bu endi nima demoqchi bu? Qara deyapti, unda shuncha narsa bor, sen shuncha paytdan beri tiktok senda qo'tog'am yo'q deyapti-da. Endi men shu bilan endi asoslanishim kerak. Qo'tog'am yo'q demayapman. Gaping shuni olib yo'q demayapman. Prosta vaqtida sen ham qilmading-da demoqchiman. Xudoga shukr. Qilgan narsa yo'qqa chingiz. Bo'lish shunaqa ekan. Qismat shunaqa-da. Qarachi, ular omadini bilsin hammani. Men hech qachon ikkilanib, o'zimni ichimdan bo'linib o'tiribman. Bo'ldimi? Bo'lmadimi? Xudoga shukr, dalishga ketaveramiz. Rizqimiz shu ekan. Bu dunyoda qara, ming urinsang ham, ming zo'r bo'lsang ham, bu dunyoni hamma boyligini yig'a olmaysan. Xudoga shukr, boriga shukr. Buyurmasa foydasi ham yo'q. Oxiri. Joni salomon bo'lsin. Nurandijoning. Oxiri. Jonim. Ha, o'laman-da. Honda akurani qo'lqatma, o'ldatma. Nurandijonskiy aka. Oxiri. Shular qatorlar, shular bo'lmas, akalarim bor, opalar, aka-uka, opa-singillarim bor, yurimiz. Borlariga shukr bilan. Nima qilyapman mana shu. Men ming kuchanganim bilan bir olti motor hech qachon Bugatti'da tortmadi. Bugatti'da jora. Bir olti motor shu, bori shu. Senga foydasi yo'q, jiyan. Lekin sizda ko'p vazmonsiz bor. Nega qarang. Sizda ko'p vazmonsiz bor. Menda yo'q vazmon. Вообще katta vazmonsiz bor. Yo'q. Qarang, siz filial ochsangiz bo'ladi. Filialda tepasiga yozib qo'yasiz, opaskar. O'zicha odam o'sha ko'rdingmi? Opaskar sen ichidan onangni sana dal boyi bilan. Nurandijonskiy rahmat. Akam bola, sizga men sizni yomon gapirganman emas, akajon? Sen menga yomon gapirmading. Men sen xaraktering bilaman-da. Sen nimasan sen? Biza tomonda qullar deydi senga o'xshagan. Qul bor. Meni qul deydimi? Xalq quliman, qulman aka. Xalq quliman. Xalq quli emas, seni umr ota bobongning laqabi qul. Tushundingmi? Qul qilib olib kelingansizlar O'zbekistonga. Qulmas. Men tarixini aytaman sizga. Siz o'zgartirish kiritmasdan to'g'risini ayting. Men qanday bo'lsa shuni aytaman. Qulmas, ishchi bo'lib kelganmiz. Amir Temur olib kelgan bizani. Biza u paytlar eng zo'r quruvchilar Eronda bo'lganda, Erondan Registonni qurdirish uchun, Qizil maydonni qurdirish uchun Erondan quruvchilar, arxitektorlarni olib kelgan. O'sha yerda Registonni qurib bo'lgandan keyin bu quruvchilar qolib ketgan, o'shandan ko'payib ketib, shu Samarqandda, u yoqda, Buxoroda urug' ko'payib ketgan. Bo'lgan gap shu. Arxitektor deng.
Gado emas, Ya, muhtoj. Doğru. Seni İranlı qayerdan sen? Ota bobang qayerdan İranlı? Ironni unisini lekin to'g'risi bilmadim. Ironni shu Qanday o'sha paytda bilsan sen? qarang, o'sha paytda res Iron bo'ylab quruvchilar yurganda, arxitektorlar bo'lgan. Imminni qaysi bittasi, qaysi rodonda tug'ilgan, so'g'in ichida tug'ilgan, o'shani oti nima, uni bilmayman. Lekin Irondan lekin Unaqasi bo'lmaydi, uni u davrlarda radon bo'lmagan, kindigini ko'chada kesishgan, onangni ski. so'kinmagan akajoni. Yana bir gul, urumlari. Siz o'zingiz tarixizni bilasizmi? Men qaysiga javob berdim? Chistitsa bo'lsang, qisman bo'lsa ham javob berdim. Siz o'zingizga javob bering, qani o'zingiz taktikangiz qayerdan kelib chiqqan? Men Xorazmliman. Xorazmlisiz, bilaman. Ota bobangiz kim bo'lgan? Bize ko'chmanchi bo'lib bizani saqla deyishgan. Saq. Ko'chmanchi qabila yurib, ko'chmanchi qabila bo'lib yurib, oldingi davrlarda u revolyutsiyadan oldin saqla deb nomlangan. Endi qarang aka, quruvchi kerak bo'lganda ko'chmanchi qabila naxi kima kerak bo'lgan? Pashon naqsi bu yoqqa ketadi, bu yoqqa pashon naqsi bu yoqqa keladi. Блядь, sen psixsan sen, onangni sikiysan, psixsan sen, onasini sikkan, psix suka, блядь. Psixsan sen, onangni sikiysan. Psixsan sen. Fakt hocam, fakt. Sen psixsan sen, блядь. Zamon o'zgardi, zamon boshqacha bo'ldi endi. Yaxshi zamonlar keldi. Xudoga shukr. Psix bu odamlar, psix bu, sog' emas bu. Sak degan nima degan aka? Sak. Sak degani bu forsiy tilga tarjima qilinganda saqlarni bo'rilar degani bo'ladi. Sak degani it emasmi? Sak deb bo'riga aytiladi. Itga sak deb nom qo'yilishi bo'ridek boyagidek apchalga itlagan, bo'riga o'xshagan itlarga sak deb nom qo'ygan. Itmas, itning nomi emas, sak. Demak siz bo'risiz. Xo'sh, demak siz bo'risiz. Ben bo'ri emasman. Ben bo'ri emasman. Bo'rini avloddansiz. Bo'rilarni avloddan. Ben bo'ri emasman, saklar kelyapti deb yirtqich bo'lgan odamlar, yirtqich bo'lgan oldinlari. Bildingmi? Kurtlar, kurt. Saklardan bo'lgan o'sha kurt, Turkiya emas, kurt. Toshkent Xorazmlik bo'lgan, o'sha avlod, bitta avlod bo'lgan, o'sha ko'chmanchi xalqdan tarqalgan kurt, mana shu Xorazmingiz boshqasi mana bir xil ma'noda mana shunday bir xil to'porda yurgan, to'por, tushundingmi? To'porni bilasizmi nima ekanligini? Ana yog'ochdan zabor qilib qabila yashagan paytlarda, o'sha paytlarda bo'lgan. Mana bu yurli shapkani bunaqasiga emas, bunaqasiga kiyilgan, bunaqasiga. Tushundingmi? Kazaki idiot dedi-ku, o'shalarnikidek kelib shunaqa shapkada yurgan odamlar. Teskari yoniga kiygan, yoniga oldiga emas, kubanskiy qilib oldiga emas, yoniga. Tarixda nima iz qoldirgansizlar? Tarixda opani sikkanmiz, keyin sen tug'ilgansan. Nima uchun mana Amir Temur bobomiz sizlar chaqirmay bizlar chaqirgan. Dalbo'yobgan. Bu ham ko'tkovlik ishda, bu ham bir isqir. O'zi chunki boshqa davlatga ketib qolgan, bunga O'zbekiston kerak emas, O'zbekiston yo'q davlat degan bola bu. Bu isyonkor, xoin odam bu. Xoin bu. Voy, endi bunaqasiga o'ryapti.